Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халық радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabi anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Abeydullah İbrahimning Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Dağ namlıq tarixi romanının davamını anlatımız. Bir düşman yurtlarga yupurlib kelib yetibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishdanlar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyarining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbeydirmi? Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisas kuchaganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvratmasam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltim otqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Laqamni Xizr berdi degan gap rost bo'lsa kerak. Xizr uningga loyiq laqam beribdi-yu, shaytonlik qiladigan zamin bermabdi. Eshak bozorda zoya ketibdi. Rostili zoya ketibdi. Nima deb boshqalarni aldaysan? Tijorat degan shu taqsir. Men boshqalarni aldimisam, boshqalar meni aldaydi. Tijoratda aldamaydiganlarmi, aldanmaydiganlarmi yo'q taqsir. Eshakning tezlikligiga nöşüdür qo'ydigan shumliqni nadan o'rgandim? O'zim o'ylab topdim. Yo'q, u aslida kallamda bor edi taqsir. Aldamchiga qanday jazo kesildiganligini bilamsan? Bilaman taqsir. Yomoni kelsa bosh ketadi o'sha. Biroq sherib shayton oxirgi bir so'zni og'zidan chiqarib bo'lib, birdilla qo'rqinch ichida qoldi. Oldimda turgan bu hukmron uchun bosh kesish degan o'g'il bolani xatni qilganchilik bir ish tursa, Beşini şundaqlı lanıştıbası qanday qilguliq. Deganlarni o'ylig'inida butun badani tikalishib ketdi. Birdamlik esangirash va o'diqish natijasida u o'zidan hisob elayotgan. Xolisa o'limga buyurib, xolisa gunohini kechirib yetalaydigan bu so'latli kishini balki Alshir hokim bo'lish kerak deb qiyos qildida, onasining vasiyatini yodiga elib, o'zining uningga tuqqan keladiganligini aytdi. Biroq bu bagdan eshakka ko'proq qiziqadigan. Jahon g'o'g'asidan eshak sodisini cho'ng biladigan bir beg'am bedikning odatdagi xatosi edi. Uning tuqqani Alshir hokim bu dunyodan mangulik g'oyib bo'lgan. Niyoz Hokimbekning biladiganini Alshir hokimdan qolgan bir yolg'iz o'g'il va bu o'g'ilga miros qolgan bir qancha chorak oltin edi. Shu asnoda Niyoz Hokimbekning qo'lisiga Alshir hokimg'imi Tömür xazinchibekimi va ko'z oldidagi aqlliq, hiylagar bedikimi chetishlik bo'lgan bir o'y kirib qoldi. Sherib shaytonning aldamchilikning jazosi bilan toza qo'rqitgandan keyin pelikdek yumishtirdi va uni o'z xohishi bo'yicha mo'l qilib Tömür xazinchibekning oldiga avatdi. Avlod surishtirib nom nishon berishgandan keyin Tömür xazinchibek eshak bozorida tashlanib qolgan bu shiram tuquniga ich og'ritdi. Va uni nihoyatda osonla o'z himoyasiga oldi. Egiligining xo'jadorligi bilan eng omroq arg'amoqlarining miraxo'rligini uningga topshirdi. Sherib shayton yo'qilishiga paydo bo'lgan Xolmon Ponsat va uning salom ovozi ko'zlarini yerim yumib, oltin tushi ko'rayotgan Niyoz Hokimbekni qattiq cho'chitibdi. Agar boshqa biri bo'lsaydi, o'z peshinchilik qilgan gunohi uchun uni 40 dara urg'izganmi bo'lar edi. Biroq takabbur Xolmon Ponsatning yasovul mahramlarning va mulozimlarning to'sishlariga pisand qilmaydiganligi uning ayon edi. Shunga u ortiqcha koyib o'ltirmadi va injiqlab turib salomni elik oldi. Hokimbek janoblari,
salomatliklari qandaqroqkin? So'radi Amir Lashkar taxt oldida o'ri turib. Niyoz Sekinbek xolar xolimas javob berib, Xudoning iltifoti va o'zlarining duosi bilan kundan kunga obdan bo'lib ketyapman. Tevibning deyishicha, o'zoyimda helimi sapra g'olibmish. Saprani kesadigan sharbat ancha xil kelmayotidi. Beshimning yerimi og'irgan. Niyoz Sekinbek 10 yil og'riq tortgan odamdek dodlanib, pixildab turib yutilib olgandan keyin, nima xizmat degandek Qalmon Ponsodga qaradi. Hokimbekning bu qarashini tushungan Qalmon Ponsod, Oliylariga ma'lum bo'lganki, Qaraqosh va elchi tavasi 10 kun qattiq tintilib, 300 to'planchi zindonga tashlandi. Marhum Abbos Mirzoga qasd qilgan qoshqullar va ilqi nomahram xotinning izdirikini qilishga yurt-yurtlarga odam avatdik. Yana 2000 puhrani oltin ko'lashga tog' tarafga yo'lga soldik. Shug'unisi Xotan 6 shahardan yig'ib kelingan mingnacha hunarvanga ustixoni yetishmayotidi. Ularning 500ni Yo'rinqosh daryosining beshiga avatib, qochtish yig'dirsaqmikin deyman. Yana bir gap. Heliqi sarang darvishni dorg'a esib, al jamoatga ibrat qilsak bo'lmog'udak. Niyoz Sekinbek tishlarining orasidan chiqarib turib, bir qancha qitim ing'rib oldi-da, beshini bir qismla harakatlantirdi. Uning ma'qul-g'umu, yoqqamu tava bo'lmagan bosh harakatidan Qalmon Ponsod hech nimani anqirolmadi. Niyoz Sekinbek oxirida, Bugun kecha bir tush ko'ribdiman. Tushimda Xo'ja Abbos Mirzo oyim bo'lib, Amir Lashkar qotilimni jazman tepib berdi. Rohimni va Hokimbek janoblarini xush qildi degandek qildi. dedi Qalmon Ponsodga ma'nilik qilib. 4-qism qisos o'ti o'chmaydi. Ey tuproq, men nur chechib turadigan bir guhar. Ata oqshom qorong'u o'ylarni yo'rtiman. Do'zaxda dushmanlardan intiqom olaman, dedi o't. Nasriddin Burhoniddin o'g'li Rabg'o'zi. 33-bob Qorliq tog'dagi Gulxon. Men qarslamolika, bundaq egiz qorliq davondan odam bolasi turmoq, uchar qushmi o'tib ketalmagidak. Boshqa bir yo'l topmasak, o'likimiz tog' orasida qolarmikin deyman. Og'zingni ushma uka. Yaxshisi, bosh ustinga bir qarib etib, ondan gap qil. Qara ovu tog'dan o'tayotgan qush bo'lmay nima? Oy Muhammad cho'riqqa choplashib ketgan oyoqlarini tog' yo'lining xatarsizroq bir yeriga mahkam joylashtirib oldi-da, dumchiyi verib kirishib ketgan gavdasini osta rusladi. Talpikini besib turib osmonga qaradi. Ular ketayotgan cheg'ir yo'l necha yuz quloch egizlikdagi qorliq cho'qidan pastga qarab, tomdek tik tushgan kasma qiyoning qoq belidan o'tadi. Daryoning u tarafimi o'xshashla tik edi. Ikki qiyo orasi ko'p bo'lsa, 200-300 qadamni keladi. Xuddi to'nglikdan qaragandek qarayotgan Oy Muhammadning ko'ziga oldi bilan tor va uzunchoq ko'k osmon ko'rindi. Ondan keyin o'sha ko'k osmonning qa'rida bulutqa dumbisini yiqib, bahuzur qanot qiqiyotgan tog' burkuti uning nazar doirasiga kirib keldi. Tova, burkut deganning qanoti to'ngimamdikina? Burkut uzun va mazmun qanotlarini to'xtamay lapildatdi. U qish osmonida qorliq muzliq tog' orasida emas, tapda tunurda qiziq tomuz gullarida. Yeshillikqa purkangan illiq dala osmonida uchayotgandek uchatdi. Goh tik ko'tariladi, goh pastga sho'ng'iydi. Qanot qiqishi nag'maga tenkash qilib usul o'ynayotgandek nafis va ritmliq edi. U keng kerilgan mazmun qanotlari ostidagi oq qor ko'k muzga parvo qilmaydi. Tabiatning sovuq damlarimi uningga dol bo'lolmaydi. Uzoq manzildagi visol shodliqi uning qora bulutlarning bag'rini teshib o'tishiga kuch-quvvat berayotgandek qiladi. Bu tanho burkut ko'k taqashgan tog' tizmasining eng egiz cho'qqisidan chirdaslik bilan uchib o'tadi-da, tog' orasidagi bir jup safardoshning yuraklariga olamcha umid va behisob shijoat beg'ishlab, osta-osta ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mollika, minib ketdik amisa. Ular Hoshim Oxun bilan xo'shlashib, Sanju bozorining janubidagi tog' orasiga kirgandan buyon bir haftacha vaqt o'tib ketdi. Xeyli dog'dam karvon yo'li tugab, qo'toz ma'nolaydigan cheg'ir yo'lga tushdi.
amal qancha. İki otni iki qotazga tegishibdi. Qotaz yo'li tugaganda bo'lsa, o'z sezimiga va putlarining madoriga tayinishdi. Әтиз oylari kirib qolganiga qaramay, tog' yo'li muzxonadek sovuq va aynakdek teyilg'oq edi. Tükürgen tükürük yerga tushmayla muzga aylanatdi. Taqdiri ta'tir kelib, bunda qarmuz dunyosiga kirib qelishni xiyoliga keltirmagachkemu, qora qoshdan chiqqanda kiyib olgan ko'zlik yektiki va Hoshimoxun bergan ko'ni juvula ularning tenini ancha-muncha elitib turadi. Ular amal bar to'xtab qolmaydi. Nagan-naganda uchrab qoladigan tog' o'nkirlari birdan yerimdan ko'z yumib, horduqini chiqarib oladigan issiq oromgohi hisoblanadi. Joy-joyda huvlab yuradigan ochko'z bo'ra va boshqa yirtqichlarning hujumidan taxas bo'lmaydi. Kechalari ular faqat navbatlashibla orom ola oladi. Tasodifan safarga otlangan bu ishga yo'lovchi yo'l bo'yi suvdan qisilmaydi. Tog' yon bag'irlarida Jiralar orasida muz tutmagan buloqlar va iqinlar uchrabmi qoladi. Yomini kelsa, birer kapam qorni og'ziga selibla tashnaligini bosolaydi. Biroq ularni qattiq qiynayotgani yanila ocharchilik azobi edi. Safarning dastlabki kunlarida ularga to'shqon, qirg'ovul, cheklik degandek tog' jandarlari uchrab turdi. Bir kunlik yoki 2 kunlik musofada bir yo'liqib qoladigan oqko'ngil chorvachilarmi ularga orpineni, talqon degandek yemakliklarni berib turdi. Ammo taqqa ishqirlab kirgan seri ahvol yomonlashdi. Kun-kunlab bir burda non yeyolmadi. Hatto necha kunlab och qoladigan chog'larmi bo'ldi. Yilik-yilikdan o'tib ketadigan sovuq, ochliq va qosh bilan kirpik orasidagi o'lim xavfi ularning qadamini ostiltishga boshladi. Tog' orasidagi kun qishning eng qisqa kunlaridan qisqa bo'ladi. Attiganlik quyoshning g'o'rliqini demagandimu, texi kech kirmasdilla yeyiladigan sutranglik tuman tog'u toshlarni, tog' bilan tog' orasini, yon bag'irlarda shalong o'sadigan jig'allarni och ko'zlik bilan dam tortib, bir kunning oxirlashganligidan derak beradi. Tog' kaynidagi bir kunning tang yerimiga yetmaydigan qisqa kunduzlar yo'lovchilar yo'l yuralaydigan eng qimmatli fursat bo'lib hisoblanadi. Faqat tog' tekisli mo'ng'alaydigan xatarlik chig'irda jinini olqiniga elib qo'yib, eg'ir qadamlar bilan ilgirlayotgan bu odamlarga Xudoning rahmi keldimi yoki taqdir ilohining mardligi tutib qoldimi? Ular texi kechki tuman yepilmasdilla tor jirodan chiqib, 3 tarafi tog' bilan tutashgan bir parcha tuzlanlikka yetishib oldi. Tuzlanlik degan bilan bu yer to'g'risi va uzunisiga oran 100 necha qadam kelgudekla bir chatqonliq edi. O'lim purab turadigan qatarlik yer-levida yurak oldi bo'lib 3 kun so'rilib yurgan bu kishilar uchun bu yer nozu ne'matlari to'lib ketgan bog'i eramdan derak beradi. Bo'shliqqa kelibla tenini kengib qolgandek his qilgan oq mullam qo'ram toshga yo'linib paytinisini o'ngshayotgan Oy Muhammadga qarab dedi. Fuka, aslı quruq chatqal terib kel. Gulxon yiqib, toza bir isini olli. Chaqchaqlarni qo'ysilichi mullika. Ya gugut, ya chaqmoq tosh bo'lmasa, niyatga Gulxonning gapini qilib. Oli bilan chatqalingni yig'mamsan. Mullikang ismi azamni birli o'qsa, Gulxonning gurildab ko'ymaginni ko'r. Midirlug'uchilik holi qolmagan Oy Muhammad voysiga yurib bir quchoq quruq chatqal terib oldi. Chapan o'rnichilik yerdagi qorni supirib etib, chatqalni tashladi. Oq mullam deganini qildi. Qo'llarini osmonga so'zib, Oy Muhammad tushunmaydigan bir nimalarni deb pichirladi. Va yopirin debla olqinida 2 parcha chaqmoq toshni paydo qildi. Bularning hammasi uning chaqchiqi bo'lib, amaliyotda u qoraqoshdan yo'lga chiqqandila 2 tal chaqmoq toshni qo'yniga selib olgan edi. Oq mullam ismi azamni o'qib, toshlarni kuch bilan urib edi, tosh orasida kichkina uchqun paydo bo'ldi. U uchqun tushgan bir tutam mozni puvlab turib, paxal orasiga qistirdi. Quruq paxalga o't tutishib, ajdahoning tilidek to'lg'inib ulg'ayishga boshladi. Cho'qchiyib turgan qo'ram toshlarmu, tog' qoptallarmu badaxsham yoqutidek qizardi. O'z uyida o't sinayotgandek xush bo'lib ketgan safardoshlarning yuzlarimu o't rangini oldi.
o'yib qolgan qonlari qaytadan erib, tomirlarida sho'x suvdek o'ynoqlab eqishga boshladi. Gulxondan taravatgan o't tapti vujudiga tarqalib, 10 necha kunlik sovuq azobini nalargadir aketdi. Oy Muhammad chiliq-chiliq suv bo'lib ketgan paytimisini o'tqa qoqlab etib dedi. Mollika, deb baqsilchi. Yurt makonimizdan ayrilib, sarson bo'lib yuradigan bu kunlarmi tugami? Xudo hammani bilgichidir, ukam. Bandining qandoq kun ko'rishi faqat Xudoning irodasiga bog'liq. Biroq Mollika, sizlar bizlar iymonimiz pok, taqvodor musulmonlar. Umrimizda hech kimni bozaq qilmagan, hech kimga yomonlik seg'ilmagan tursak, nimishqa oromxuda kun ko'rolmaymiz? To'xtab tur, uka. Xudo degan bakmo rahimdil zot. U o'z bandalariga yaxshi kun bermay qolmaydi. Biroq Niyoz Hekimbekdek yomon odamlar uni bizga ko'rsatmaydi. Xudoning iltifotini xuddi qora bulut kun nurini to'sib olgandek to'sib oladi. Xudo nimishqa bundoq eski odamlarni jazolamaydi? Men ba'zida shundoq o'ylab qolaman, uka. Lekin yodingda bo'lsinki, Allohning arg'amchisi bak uzun. U zot bandalarga sabr toqat bilan muomala qiladi. Eskilarga yo'l qo'yib turib, mo'minlarning e'tiqodini sinaydi. Farishtalarni avatib, haq yo'ldan ozg'onlarni tavba istig'forga dalolat qiladi. Vaqti soati kelganda tavba qilmagan u gunohkorlarning beshiga shundoq jazolarni yog'dirdiki, ularning holiga voy. Oy Muhammad to'nur beshida mo'misining yeniga kirib elib, turli savollarni yog'diradigan sabiy boladek savol so'rashni davom qilaverdi. Xudo Niyoz Hekimbekni jazolami? Jazolaydi, jazman jazolaydi. U qilmishi chekdan oshgan bir munofiq. Qavmini qon yig'latgan ekan, Xudomi uni boshqa yuvatmaydi. Uni qachonroq jazola? Bilsang, uni hozirmi jazolayotdi. Bizning uning piyig'i tushib til ko'tirishimizning o'zimi Xudoning irodasi bilan bo'lgan ish. Xudodan beso'roq qilmi tavirmaydi. To'g'ri Xudoyim, Niyoz Hekimbekni o'ltirdik deb yursak, o'ltirganimizning boshqa bir pasanda bo'lib chiqqanini qormandigan. Dedim-ku, bumi Xudoning irodasi bilan bo'lgan ish ukam. Xudo uning jinini olmagan bilan yinida yotgan boshqa birining jinini elib, uning o'limning dashtini ko'rsatib qo'ydi. Ehtimolim, Niyoz Hekimbekning yeydigan rizqi texi tugamagan cheg'i. Yana kelib, Karimqulning yo'qolib ketganichu. Hoshim Xunkamning aytishicha, u yo Niyoz Hekimbekning, yo Sanjubigining qo'liga tushib qolgandekmi emas. Yana naladi sarson bo'lib yuradigan-da u bechora. Xudo paxta ichida cho'q saqlovchidir. Jini tanda bo'lsa, hamon bir kuni ko'rishimiz-ku. Hey, bechora darvish, 60 dan oshgan odam edi. Qoraqoshda olmodis biror peshkalchilik yuz berib qolsa, uning kuni tas bo'ladi-da. Uni bir demisizlar Mollika. Bu qerisal odamning qoraqosh tikandek yolg'iz qolganini yodimga keltirsamla, ko'nglim buziladi. Hali ham uni Xudoyim o'z panohida saqlar. Sog'-salomat ko'rishgili nisb qila. Oy Muhammadning kepak darvishni otisini hurmatlagandek hurmatlaydiganligi oq mullamga ayon edi. Shuni u ko'nglini buzma ukam. Hozircha uni duoda yod etib turli, deb tasalli berdi va Gulxon yenidili turib xubdan namoziga azon to'ldi. Jimjit tog' orasi azon ovozi bilan larzaga keldi. Tong yo'rib qolgan. Oqshomga qo'yuq tumanmu asta-asta ko'tarilib, qiyalar orasida u tutgan tog' turg'aylarimi atiyarlik naqsini boshlab etgan edi. Oy Muhammadlar o'ti o'chib, odoqi haroratini chechib tugatgan Gulxonga dumbisini qilib, loydek ezilib uxlayotdi. Cho'lpon bilan tang turib o'ginib qolgan oq mullammu uzoq kunlardan keyin nisb bo'lgan bu shirin uyquning birdamlik lazzati badaliga bomdod namozini muqazo qilib etgan edi. Oy Muhammad tuguli verib yo'g'on bir bo'g'chiga o'xshab qolgan edi. Tush ko'rvasi kerak, gaz bog'lab ketgan qalpoqlari bilinar-bilinmas midirlaydi. Turib kulimsiraydi. Turib qo'shimizni turib kimgadir ochiq qiladi. Bu nima ovozdir? Dadisi uni chaqiryapti-ya. Yo'q, bu dadisining ovoziga hech o'xshamaydi. Qoplonning hurkirishimi-ya? Yo'q.
Kaplan odamdek gap qilolmaydi. U tush ko'rib yetib, g'alati bir ovozni anglab qoldi va chala uyquliq yetib ko'nglini har tarafga yugurtdi. Texi to'liq suzilib ketmagan tumonliq osmondek g'uvolishib turgan ko'ngil ayniki uningga hech qanday bir qiyofatni ro'shan ko'rsatib berolmadi. U kimni ko'z oldiga keltirmasin, uning ovozini quloq tubida jaranglayotgandek bu ovozga zodil o'xshatolmadi. Oxiri ko'zini ochib, o'ziga go'liyib qarab turgan bir odamning chiroyini ko'ribla sal huduqdi va yenida yotgan oqmollamni do'qidi. Nima odamsizlar? Nom nishoninglarni chopsa ma'lum qilinglar. Sirapilning qonidek jaranglayotgan bu ovoz tik cho'qilarning aks sadosi bilan qo'shilib, tog' yerilgandek, eqin toshgandek zo'r zilzila paydo qildi. Serin tush bo'shigida tavrinayotgan oqmollamni cho'chib uyg'ondi. Ko'rdiki, egiz bo'y, tuk yuz, to'g'riliq kelgan bir badbashira odam ularning bosh ustida qarab turadi. Gavdasining cho'nliqi, talatining so'rilligi cho'chaklardagi rahimsiz maxluqlarni aslatadi. Ko'tirib olgan koltikining tomliqila odamning yo'tischilik bor edi. Ular bu nima karamat degandek bir-biriga qarashib oldida sal ayninibrak o'rinlaridan turishdi. Oqmollam o'zini tutib elib, barcha devilarning xo'jisi bo'lgan Sulaymon payg'ambarga hamd sana o'qidida, o'zini imkon qadar tamkin tutishga tirishib, sal kulimsirab salom berdi. Assalomu alaykum. Badbashiri kishi dastlabda nemisqudur tengir qilgandek bo'ldi. Keyin ko'zlarini chekchaytib, ularning ko'zlariga tikildi. U Va alaykum assalom dedi va qo'lidagi ko'ltakni qo'ram toshga yo'lab qo'yib, ularga qo'l berdi. Salom sahat ular orasidagi jiddiy kayfiyatni birdala pasaytib etdi. Badbashiri kishining chiroyidimi xotirjamlik alomatlari paydo bo'ldi. Oqmollam og'zini o'malayotgan Oy Muhammadga otkorchilik qilma deganda qarab qo'ydi-da, sal o'ylanib olgandan keyin Aka ini ikkimiz qora qochdim. Cho'lda kiyi qo'g'lab yurib ezib qoldik. dedi, ifodasiz ko'zlarini uzmay qarab turgan yilqi kishiga o'zlarini tanishtirib. Badbashiri kishi nemishqidir chiroyini purishtirdi. Qo'ram toshning kaynida turgan miltiq bilan qilichiga yolt qilib qarab qo'yib, paxmi beshini asta chayqadi. Oldu o'qtanglar. Kiyik ovlabsizlar. Lekin kiyikni qilish ko'tirib qo'g'liqninglar nemisi? Bir qarasa o'nliq odamdek qilisizlar. Bir qarasa gapinglar qo'lashmaydi. Hey, nim bo'layotdi bu jahonda? Bu notanish kishida ortiqcha gumon tug'dirib qo'yib, o'ylamagan ko'ngilsizlikning yuz berib qilishidan andisha qilgan Oqmollam oxir rost gap qilishga majbur bo'ldi. U boyamqi gap bilan bu kishini chekib ko'rgan va birdamlik ko'zitishdan keyin uningdan tat tortishning hojatsiz ekanligini his qilib yetgan edi. Ay uka, qarang'a, sizmi kaltak bilan o'g'lab o'tibsiz-ku, dedi Oqmollam u kishiga qora uka deb xitob qilib. U kishimu oxir paroqqida kulib etdi va biz bu tog' deganda deb gadinini qoshlab qo'ydi. Shunda qilib ular bir-biriga sir berishdi. Kashmishlarini so'zlashib, dard-mung to'kishdi. U kishining ismi Abdusodiq bo'lib, Yo'rinqosh bozorida go'shgirdichilik qiladi ekan. Yiliqi qatla-om kuni u bir to'p o'qachilar bilan ner-berini surishtirib o'ltirmayla, odam eqiniga qo'shilib, Xotanga qarab yo'lga chiqibdi. Va daryodan o'tishiga yo'l to'sib-otgan lashkarlarning qo'liga tushib qopti. Peshonasiga shundoq putilgan chig'i Xotanda nima vaqa bo'lganini, nima gunoh qilganini onqirib bo'lguncha o'zini qorong'u tog'dagi oltin konida ko'ribdi. Ammo xemir yo'g'irishga o'ginib ketgan qo'li tosh bilan hapilishadigan kon amgikiga zodili chidashlik berolmabdi. Ig'ir amgak turib tursin, u yerda kon degili emas, odatdagi bir yasovulmu qir ko'rsatgan odamni o'z oldiga o'ldirib yetalaydi ekan. Kichkina bir sabab bilan hafta-haftalab qon yetalaydi ekan. Qamalganlarga och ozuq tugul suv berilmaydi ekan. Abdusodiq bir kuni metin chepishda suslik qildi degan bahona bilan hapsiga tashlanibdi.
Qamalganning 4-chi kuni ya o'lim, ya ko'rim debdi-da, hapsi qarovulni o'ltirib qechib qutulibdi. Yurtiga barsimi omon qololmaydiganligiga ko'zi yetib, mushu tog' orasiga kelib jinini saqlayotgan ekan. Men tig'i sizlarni yo'rinqosh begining yo bo'lmasa boshqa bir bagning odamlarimikin deb qopdiman. Mabodo assalomu alaykum degan ulug' bir kalima so'zni eg'izinglarga olmagan bo'lsanglar, balki ko'p bo'lsa 35-40larga kirgan. Ammo ko'rinishidan 70 yoshlik bo'voyg'ila o'xshab qolgan bu kishi yangi tanishlariga bir qancha eg'iz chaqchaq qildi va chin ko'nglidan chiqarib toza bir kulib oldi. Abdusodiq aka, nagili qarsa tog', qayoqqili qarsa tosh ko'rindigan bu yerda shuncha uzoq turib qopdilar. Zerikmidilimi? Osh uzuqni nadin topdilar? Oy Muhammad qancha o'ylabmi tahdiga yetilmagan qiyin savolini tortinib turmayla o'tirg'i tashladi va diqqatini Abdusodiqning og'ziga qaratdi. Abdusodiq echilib yeyilib javob berib mundaq dedi. Odam yo'q damsan fukam. Mana sizlar odam emasmi? Meni zerikib qolmasin deb yiroqdan kelganinglarni uqmamsizlar. Osh uzuq damsan, anglab tur. Xudo o'z ummatini yaratgan chaqda rizqini qo'shib yaratgan. Ko'ryapsan-ku. Yalang'och qopdimanmi? Osh yalang'ochda o'lib qopdimanmi ya? U nemishqidir kulkisini biraqli to'xtatib oldi. Ko'z qarchuqlari parqirab, burni kengaygili turdi. Chiroyi tumonliq osmondek tutildi. Kichik boladek tirniqini qo'lab o'ltirib, so'zini uladi. O'ylab beqinglar. Kimningmi bundaq hayvondek yashug'isi kelsin? Kimningmi o'z bola chaqisidan, issiq uyidan, ahli mahalla, tunish bilishlardan ayrilg'isi kelsin? Menmi yurti bola chaqisi bor odamgo. Oxir ilmi Xudoga ming martaba shukr. O zot shafqat qilib meni bir Xizr sifat odamga uchrashtirdi. Olimga yetadigan bir avliyoga ulashtirdi. Abdusodiq beshini ko'tiribla yangi tanishlarining qayni so'zlar degandek o'ziga tikilib turganini ko'rdi va yurakli holda so'zini davomlashtirdi. Sizlarga desam, Ovu tog'ning o tarafida bir ulug'ning mozori bor. Bu yerga yangi kelganimda kash bo'lgan yerda yetib, tong otgan yerda qo'pib, sarangdek tog' kezib yurdim. Kunlarning birida oxir hiliqi ulug'ning mozoriga berib qopdiman. Ha, mozor hujrasida kimni ko'rding demsizlar? Soqili ushdak oq, nangzi onarning donisidek qizil bir mo'yisbini ko'rdim. Xudo menga rahim qilib Xizr alayhissalomni yo'liqtirgan chig'i deb u mo'yisbga salom berdim. Salomimni ilik oldi. Nur yig'ib turgan lavlarni mildirtib, meni hujrasiga boshladi. Shuning bilan bu avliyoni pat-pat yo'qlab turadigan bo'ldim. Ishim o'ngdan kelib bira olay yoki kashlik tutib olsam, shuni ilib boraman. Pishirib birga yeymiz. Itikobda o'ltirganda berib qolsam, opargan narsni eshik tugigili qo'yib, o'z yo'limga ketaveraman. Itikobdan xalos bo'lgan chaqlarda ancha-muncha mo'ngdishib olaman. Bilamsizlar, u itikobda shundoq chim o'ltirdiki, hay. Abdusodiqning hikoyasiga qiziqib qolgan Oqmullam, malol kamisa bir savol so'rsam, u avliyoning nom sharpi nima ekan? Uhmudon, har qancha so'rasammi, buni bilishimning zaruriyati yo'q deb o'zini qochirdi. Asli qayerlikkan? Unimi Uhmudon? Bu Xaroyi Sharif yo Ajam viloyatlaridan kelgan biror ishon. Alloma bo'lmasin yana. Unimi Uhmudon? Xolisanglar, sizlarni u yerga boshlab boray. Mozor bu yerdan bir kunlikli yo'l. 34-bob Pansat zindonidagi mahbus. Hokimbek ordusining kunpetish tarafidagi ancha yiroq bo'lmagan yerga, ya'ni ordu yenidan agib oqadigan cho'ng o'stang bo'yiga bakmu hayvatlik va sirliq bir qurilish joylashgan edi. Qiziq yeri 5 qulash egizlikdagi bu qurilishning yer ustidagi bo'ligi Oron Ketman sepining egizligiga barobar keladi. Qolgan 4 qulachi yer taktikini uyib yasalgan edi. Tog' tarafdagi sahro bilan Xotan shahrini tutashtiradigan ulug' yo'l bu g'alati qurilishning qoq o'tirsig'i taqalatida 2 tarmoqqa bo'linadi. Qurilishni yarim doira aylanib o'tgandan keyin yana qo'shilib ulug' yo'l beti ta Xotan shahrigacha so'ziladi.
sahrodan shaharga, shahardan sahroga boradigan yo'lovchilar dal mushu yerga kelganda ikki tarmoq yo'lning qolgan biriga kirib, hammaga vahima soladigan. Hammani aloqzada qilib yetadigan bu qurilishning yerimini oylanib o'tishga majbur bo'ladi. Al ichida Ponsat zindoni deb nom olgan bu podshohlik zindon Amir Lashkar Xolmon Ponsat tarafidan Qo'qand va Buxoro zindonlariga taqlid qilib alohidan yasalgan edi. Kecha kunduz og'linib turadigan nolizar zindon yenidan o'tgan har qanday odamning yurak bag'rini ezib, tanlariga titrak olashtiradi. Baxtsiz mahbuslarning nolisiga chidab turolmagan yoki nazr niyoz qilib bundaq kunning o'z beshiga kelib qelishidan xalos bo'lmoqchi bo'lgan ko'ngli yumshoq taqvodorlar zindon panjarasidan o'z otig'ini tashlab ketishadi. Mahbuslarning urug' tuqqanlarimi ana shunday qilishga odatlangan edi. Suqunib olgan sotqunning oshkorlab qo'yishi bilan qorqoshda tutqun qilingan kepak darvishmu dal mushu zindonga tashlangan edi. Zaykashdak ho'l, lahatdak qorong'u, odamning ichini elishtiradigan badbo'y puroq bu pitburgilar bilan to'shib ketgan foniy olamdagi bu do'zax uning jismiga va ma'naviyatiga ancha zo'r ta'sir ko'rsatolmagan. Duo go'yliqi va xushchaqchaqligi helimu o'z yo'li bilan ketib boradi. Neni erkaklarning belini egib, irodasini sundirib yetadigan zindon azobini pisantigimi elib qo'ymayotganiga hayron bo'lgan hamrohlariga u yer tagidagi zindonni yashiganning yer ustidagi zindonni yashigandan nim farqi bor deysizlar? Yana kelib, biz darvishlar doq yerda yetib, doq yerdan qo'pimiz. Topsaq yeb, topolmasak osh yurib ketib ketgan odamlar. Dilimizda Alloh, tilimizda iymon bor. Allohni do'st tutib, haq adolat yo'lida jabr chekkanlarga Allohning o'zi quvvat berdi. Kimki bunda quvvatga musharraf bo'ladi ekan, uning ko'ngli to'q va teni salomat bo'lg'usidir, deb madad beradi. Havoning andil sig'iniga qaramay, zindon ichi diniq va sisiq edi. Sho'r o'rlab turadigan mechmish to'pa mahbuslarning oyoqlarini poqining po'kinidek oqartib etgan. Qo'zg'al olmaydigan betoblarning mag'dur majolini tamoman sho'rab tugatgan edi. Har xil nijozatlarga o'ginib qolgan qurt qo'ng'izlarning hisobi yo'q edi. Tam to'rislardan u tutgan to'lum choshqonlar odamlardan qilchi tap tartmaydi. Kecha kunduz vichirlashib hech kimga orom bermaydi. Och qolganlarda bo'lsa, odamlarga hujum qilishdan yonmaydi. Kimki qurt qo'ng'iz yoki boshqa jon-jonivorlarga ozor bermoqchi bo'ladi ekan, u shu hamon kepak darvishning tanbihiga duch keladi. Bilamsizlar musulmonlar, sizlarni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Qurt qo'ng'izlarmi, jonivorlarmi sizlarga o'xshashli jon egisi. Ularni Alloh yaratgan. Ularning ehtimol sizlarga o'xshash bolasi bordir. Ularni o'ltirib, bolani onidan, otini boladan ayirib etib, gunohkor bo'laydimsizlar. Undaq sizlarning Niyoz Hekimbaydan nima farqinglar qoladi? Bundaq chaqlarda zindon ichida alomat bir timtoslik tartib hukm suradi. Mayli yosh, mayli qeri bo'lsin, o'zlari hurmat qiladigan bu darvishning so'zini quloq selib anglaydi. Boshlarini lingshitib qoyillik bildiradi. Ojizlarga yordam qo'lini so'zadigan, to'nglikdan tashlab beriladigan g'izoni talashqanlarni insofga undab, kuchlik bilan ojizani, sog' bilan bemorni tang bahramon qiladigan. Qiziq parang va rivoyatlarni so'zlab berib, dili sunuqlarning ko'nglini ko'taradigan bu hurmatli darvish mahbuslarning qalbida alohida bir o'rinni egallab turadi. Kepak darvish uzun kechalarni uyqusiz o'tkazadi. Zindonga tashlangandan beri makon tutib kelayotgan bir bulunga tiqilib o'ltirib, chin ixlosi bilan istiqomat qiladi. Mozor mashayiqlarning nomiga duo tilovat qiladi. Peshin va juma namozlariga imomlik qiladi. Azonni o'zi to'g'laydi. Namozdan forig' bo'lgan chaqlarida qora qoshliq hamrohlari bilan beshini bir qilib, nimalar ustidandir pichirlashadi. Ochiq kelib qoldimi, Niyoz Hekimbekning jaddi jamoatini tillashga, qarg'ashga boshlaydi. Tillamagan Xolmon Ponsatmi qolmaydi. Zindon qaravullarining hayvisimu, zindon begining dariga bosman deb popozi qilishlarimu uning og'zini tuvoqlay olmaydi.
Bir kuni qosh qoraygan mezgilda zindon yasovulining ochqichlari xuddi sapoyi chalgandek sharaqlab qoldi. Orqadilla zindon eshigi ochilib, zindon begining mo'moylarnikidek chirqiroq ovozi keldi. Hey darvish, chopsan bu yoqqa chiq. Sana shot tushirib berdik, dedi u zardi bilan. Zindon ichi jin bo'lib qoldi. Hech kim o'zlikrak gap qilishga yoki cho'ngriq tinishga petinolmadi. Chunki zindon ahli biror baxtsiz mahbusning ajli to'shqanda zindon begining uni dal oshundoq talaffuzda chaqirdiganligini bilishadi. Tushirilgan cho'tidan chiqib ketdi-mu, undaq mahbus ikkinchilab qaytib kelmaydi. Zindon teshig'i chiqqan hamon darg'a eslatdi. Tosh bo'ron qilib o'ldirildi. Uning qicha shotimi tushirildi. Ikki qorovul kelib, darvishni tortib olmoqchi bo'lib qo'l uzatdi. Kepak darvish: "O'zim chiqaman. Oxirgi umrimda iflos qo'llarim bilan pok qo'limni bulg'amayman", dedi va la ilaha illallohu Muhammadin rasululloh deb kalima shahodat aytqach, hamrohlar bilan ko'zi orqali qo'shilishib, shoti vaqsinisiga qadam qo'ydi. Zindon begi kepak darvishning beshiga bir maynat qora xoltini kiydirdi. Yana bir qancha qorovul uni amoni yetilgandek yetilab ishtirib, do'shkallab degudek noma'lum bir tarafga elib mangdi. Dar oldiga aktivasi kerak. Hey Izzat, zaratgohlikdan akelgan u itning bolasini o'z qo'lim bilan bo'g'ib o'ltirib o'taman dedim. Umrim yor bermaydigan bo'ldi. Ilmo xayr. Uning bilan mahshargohda ko'rishib qolamizmi texi? Ajoyib ish. Kepak darvish egiz bo'sug'lardi. Bir emas, bir qancha bo'sug'idan otlab o'tdi. O'tib yetib pichirlashgan ovozni, taroq turuqlarni anglab qoldi. Burniga sandalning qush puruqi urildi. U o'zining nega akitilayotganligini anqirib bo'lguncha qandoqdir bir yerda to'xtatilib, beshidagi xolta elib etildi. Ah, Xudo. Men kimni ko'ryapman? Bu Niyoz Hekimbekku. Men fani dunyodami yo oxiratga kelib qoldimmi? U Niyoz Hekimbekni ko'rib o'zini yo'qotib qo'yg'ili tas qoldi. Cho'qqisidan kirgan titrak topinidan chiqib ketdi. Raqiblar tor ko'chada uchrashibdi degan shu bo'lsa kerak. Tasodifiy yuz bergan bu uchrashish uningga tasvirligisiz qattiq ta'sir ko'rsatgan edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydullah Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Gapimiz ochiq ekan. Hozircha men zolim va bad axloq bo'lgan bo'lay. Endi rasmiy suhbatga ko'chaylik. Savolimga mana shundoq ochiq javob bergaysiz. Xolislar, uy-joy in'om qilib, ta'minot belgilab beray. Og'zini yum munofiq. Meni nima desang-da, lekin otodab nomimni bulg'ima. Yasavur. Jakar shulki, darvishlarning darvishi, mo'minlarning mo'mini, janobi kepak darvish qilgan gunohini gardiniga elib, mushu ulug' bir soatda zindon azobidan ozod qilindi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz